Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Yaqinda to'y bo'lgan Feruza Normatovaning va Olloyorning hayotini, oilasini buzishmoqda. Feruza Normatova o'z Instagram sahifasida shu so'zlarni qoldirdi. Duo qiling, mushkulimiz oson bo'lsin, musibatlarimiz arib bizni tinchimizni buzganlarga Alloh tez fursatda hakam bo'lsin deb yozib qoldirdi Feruza Normatova. Deyarli tong desam bo'ladi. Men Xorazmga yo'l oldim saharlab. Erim 3:30da yozdilar, seni ko'rmasam bo'lmaydi. Keyin ko'ring, keyin nima bo'lsa bo'ldi deyaptilar. Chunki kecha ketgandilar va sabablarga ko'ra bizga yana ba'zi ishlar bo'lyapti. Bizga nisbatan, oilamizga nisbatan men chimodanlarni olib yana yo'l oldim. Tinchimizni juda ham ko'p buzishyapti. Inshaalloh men bu narsalar bugun yaxshilik bilan yechim topishiga ishonaman. Agar yaxshilik bilan tugamasa, O'zbekiston Respublikasida qonunlar ishlaydi, qonun xodimlari ham ishlaydi. Men 100% ishonaman hammasi yaxshi bo'lishiga. Shunaqa gaplar. Hali men bu haqda sizlarga alohida boshidan qattan boshlangandan boshlab hammasini aytib beraman.